grafik dizaynerlar chetdamisizlar, sizlar uchun zo'r tavsiya bor. Kelinglar ko'rib chiqamiz. Qisqacha qilib tushuntiraman. Asosan etiketka dizayner bilan shug'ullanadigan dizaynerlarda kuzatiladi bu muammo. Dizayn qildingiz, ma'qul keldi, vizual ko'rinishini qilib berasiz, bu ham ma'qul keladi. Keyingi mana misol uchun printga topshirasiz-ku, fayl qilib berganingizdan keyingi keladigan o'ti yoqmadi, mana bunaqa chiqib qolibdi, rangi to'g'ri kelmay qolibdi degan narsalarni oldini olish uchun zo'r tavsiya. Nima ishlab chiqarishadi? Aytaylik, hozir marojniyni qanaqa idishga chiqarishadi? Plasmassa idish. Olib kelasiz, degan o'z dizayningizni printdan chiqarib olasizda, qo'yib ko'rasiz. Birinchi xatolar kuzatiladi-yu, sirazi joyida to'g'rilaysizda, bilinadi sirazi. Men o'zimning tajribamda kelib chiqqan uchun sizlarga ham ulashmoqchiman shu narsani. Ancha samarali usul ekan. Shunda siz ham bexavotir, mijoz ham bexavotir, vaqt yo'qotilmaydi, glavniysi hozirgi paytda o'zi vaqt topish muammo bo'lyapti. Shularni oldini oladi. Tavsiya qilaman, ishlatinglar.